Videoni oxirigacha ko'ring. Betonni rezina qo'lqopga to'king va uni yaxshilab bog'lang. Va beton qotib qolgunicha uni pastga bosib turish uchun ustiga kichikroq idishni qo'ying. Qo'lqopni yechib oling va siz noyob gul idishiga va qiziqarli qo'lga o'xshash noyob dizaynga ega bo'lasiz. Katta qovoqni oling va uni teng ikkiga bo'ling. Va yarim bo'lagini ustiga betonni quyib chiqing va uni tekislang. Qurigandan so'ng siz g'ayrioddiy qo'l yuvish laganiga ega bo'lasiz. Tarvuzni teng ikkiga bo'ling va yarim bo'lagini ichki qismini yaxshilab tozalang va yarmiga beton qatlamini yoyib chiqing. Va ikkinchi yarmini ham biriktiring va uning ustidan ham beton qatlamini yoyib chiqing. Uni tekislang va suv o'tkazmaydigan qoplamani hosil qiling. Ezilgan po'kak, suv va betonni yaxshilab aralashtiring. Aralashmani xamirga o'xshatib tayyorlang va uni laganning ustidan o'rab chiqing. U quriganida esa sizda g'ayrioddiy gul idish paydo bo'ladi. Betonga namlangan sochiq va balon yordamida esa ajoyib akvarium hosil qilish mumkin. Videolar foydali bo'ldi degan umiddamiz va ushbu videoni 10 ballik tizimda baholang.